Hürmetlik vatandaş, endi siz bilen birlikte bir cümlede muhakeme kılaylı. Bugün çislak 2020 yıl 9. ayının 18. günü hafta cüme. Ben tünügün sözlü gelliksiyemde bu kıtım Amerika Qo'shma Shtatlarının ikinci derecelik devlet işler katibi Karaç Tayvan'ı ziyaret kıldı. Ötkendeki dereceler mesela avval ilan kılınan hareket tertipleri ve bunun derece tertipleri biraz azayıp gitti. Bunun sebebi nima bo'lishi mümkün? Bunun için Jungo qanchalik yol qo'ydi degan mushundaq bir hukmni o'ttirg'a chiqarib men sizlarga tunigun muhokama qilgan edim. Bugun men bu hukmni yenib oldim vatandoshim. Nima ish qadimamsiz? Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo o'tirishga munosabatni Dovi Torbeti o'zi muhokama qildi. Hozir qaysi darajaga kelib qoldi? Ikki davlatning munosabati yemirildi. Mesela baş elçi standartının, Brand Start'ның Amerika qaytib ketişi, bu demek Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatının Jungo siyosatining endi son o'zgarishinin sifat o'zgarishi hosil qilib tamamlanganligini, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida Jungo siyosatining belgilenip tamamlanganligining belgisi bo'lib qoldi. Şundaqlı iki devlet münasebetinin yemirilişinin belgesi bulup kaldı dedi. Baş elçi Beijing'den ketdi, Washington'a qaytib geldi dedi Dovi Torbeti üzü. Şuna vatandaşlarım bu yerde Jungo endi meselelerge yol koyamdı. Yol koysa qandaq muamele qilish, yol qo'ymamdi, yol qo'ymasa qandaq muamele qilish ve bu noktada Jungo'ni kutib turishning vaqti o'tdi. Jungo'ni kutib turishning vaqti o'tdi. Saqlab turishning vaqti o'tdi. Hazır Amerika Jungo münasebeti ciddi bir paytga kirib keldi. Biz tününki hükümden yandık, bugün muş hükümni çıkardık vatandaş. İkincisi Tayvan meselesi gördünüz. Tayvan meselesi hazır 22 qitim. Jungo'nun 18 tane ayrı planı iken başka haberlerde görüşse 18 tane ayrı planı, harbiy ayrı planı Tayvan'a 4 taraftan hava təvəsiga yaqinlab 4 tarafdan uçup kelgan gap. 1 saat ichida yuz bergan gap. Şuna Tayvan harbiy taraf bunun 22 qitim ogohlantirish bergan gap. Bu meselede hazır Jungo nima ish qildi? Men buni ig'vogarchilik deb o'ylayman vatandosh. Sizcha? Mesela hazır 17. günüdün başlap Amerika Qo'shma Shtatlarının 2. derecelik devlet ameldari, yani devlet mahkemesining ameldari Karaç efendi Tayvan'da Taybini ziyaretde buluvatıdı. Sen muşundaq çağda 18 tane harbiy aeroplan evetip Tayvan'ın 4 taraf hava təvəligiga yaqinlab keldin degan gap, bu bir ig'vogarchilik degan gap. Bu iş bilen Amerika Qo'shma Shtatlarni ranjitishing mümkün. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatiga tahdid paydo qilishing mümkün. Lekin bunun neticesi sen bunun için qandaq javob olasan degan mesele. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungo'ga bu mesele için qandaq javob berdi degan mesele. O'ylab ko'ring. Hozir Amerika'nın bir hukumat erbabı Karaç efendi devlet mahkemesining 2. derecelik ameldari Tayvan'da ziyaretde buluvatganda 18 tane harbiy aeroplan evetip Tayvan'ning hava təvəligiga yaqinlab keldin degan gap. Mayli diplomatiya tarixida bo'lsin, mayli ikki cho'ng davlatlar munosabat tarixida bo'lsin, mayli harbiy ishlar tarixida bo'lsin, az ko'riladigan bir ish, hurmatli vatandosh. Özlerim şundaq depdi go. Tayvan vaqt gizistim şundaq depdi go. Az ko'riladigan bir ish deb.
Endi yenip keleyli biz sizlarga leksiyada so'zlagan 3-mesele Hindiston-Jungo to'qinishi masalasi. Bu ciddi vaziyatga kirib keldi degan gap. Yuqori xabarga asoslanganda hozir Hindiston-Jungo to'qinishi bu ciddi vaziyatga kirib keldi. Bunun da endi men sizlarga bir savol qo'yay, hurmatli vatandosh. 9 ayning 4-kuni Moskvada Jungoning tashqi ishlar ministri bilan Jungoning davlat mudofaa ministri Wei Fenghe bilan Hindistonning davlat mudofaa ministri Rajnath Singh Moskvada chegaradagi to'qinishni, chegaradagi vaziyatni pasaytirish to'g'risida suhbat o'tkazdi. Hech qanday natija e'lon qilinmadi. Yoki ikki taraf chekindirimiz armiyani deyilmadi, yoki ikki taraf yana so'zlashimiz deyilmadi. 4-isi shunday oxirlashdi 9 ayning 4-kuni. 9 ayning 10-kuni Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi ondan Hindistonning tashqi ishlar ministri Moskvada yana bir qatim suhbat o'tkazdi. Menimcha bu suhbatga Rossiya taraf aralashdi. Bu qatim Wang Yi 5 nuqtada fikrimiz o'xshash bo'ldi. Bir fikrga keldik. Chegaradagi to'qinish va jiddiy vaziyatni pasaytimiz dedi. Endi bugun ko'raman sizga hozir leksiyada so'zildim. Hindiston-Jungo vaziyatdan qaysi holatga kelganligini. Xo'sh, men sizga qo'ydigan savolim, Moskvada 2 qatim uchrashdan erishgan natijang nima? Masalan 5 nuqta degan gapni egizdan chiqarding, oxiri bekor qilinganda hozir Hindiston-Jungo to'qinishi mush darajaga keldi deyli. Moskvada hal qilgan masalan nima? Erishgan natijang nima? Nemishqa 3-davlatda tanlab oldi bu qatim Hindiston-Jungo, lekin oxirgi hisobda 10-iqtisodiy savdosi bugun 7 kun bo'ldi, 8 kun bo'ldi deydi. Bu 8 kundan keyingi Hindiston chegara to'qinishidan vaziyatga qarasangiz, yana shu otam aytgan boyiqi. Vaziyat asli kelgandek Türkish bosqich turgandek oxir nima xulosa chiqaribdi? Hindiston urush qilishda yanmaydi degan xulosani chiqaribdi. Jungo olimlari Jungo urush qilishda yanmaydi deb degan xulosani chiqaribdi. Hindiston olim mushiya kel. Mushadi mening o'ylab yetalmagining Moskvada nima ish qildim? Moskva seni yarashtirdimi? Yarashtirgan bo'lsa Hindiston ham Jungo ham Moskvaga mushundaq muomala qilamsan. Mushundaq muomala qilishning zaruriyati bormi? Masalan, bu yerda hozir Rossiya yarashtirdi degandimi? Uning inovatiga yarasha bir ish qilmadinglar-ku. Demak, yana urush holatiga, vaziyat jiddiyligi holatiga qaytib keldinglar. Bu yerda zada qandaq sir bor. Vatandoshim, siz ham shunday savol qo'ying. Bu yerda zada qandaq sir bor. Buni men yana takrorlayman, 22-armiya, Tibet armiyasining chegarada hozir bo'lishi, paydo bo'lishi, xalqaro matbuot, xalqaro diqqatga sazovor bo'lishi, mushularni qo'shib kelganda hurmatli vatandosh savol qo'ying, bu yerda zada qandaq sir bor. Hindiston tarafda chegarada bu to'qinish Sharqiy dengiz yoki Janubiy dengiz atrof Tayvan bo'g'izida o to'qinish ikki tarafdan tangni kelyotidi. Buning kaynidagi siyosiy maqsadlar zodi nima? Endi men boshda aytgandek sizlarga Jungoliklar sizlar qandoq yo'l qo'ydinglar degan savolni qo'ydim. Men buni yenib oldim. Bu qatimki Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining 2-darajalik rahbarining Tayvanni ziyorat qilishi, avvalgi plandagi yoki avvalgi kun tartibdagi faoliyatlarning qilib qilishi. Buning sababi qandaqdir? Jungoning yo'lga qo'yganligi yoki qandaqdir Jungoning harbiy kuch bilan propoza qilganligiga munosabatlik emas ekanligini, hargiz munosabatlik emas ekanligini, balki Amerika Qo'shma Shtatlari bu qatim taktikalik yoki siyosatda taktikalik bir burilish hosil qilganligini ko'rib olganlar. Yuqorida men sizlarga leksiya so'zladim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq Amerika Qo'shma Shtatlarining doimiy turishliq vakili Krab xonim Tayvanning Nyu-York shahrida turishliq
madaniyat ishxonasining yoki vakolat ishxonasining boshlig'i bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida uchrashdi yoki tamoqda birga bo'ldi degan gap bu yana qandoq signal? Oxirida sizlarga so'zladik-ku Tayvan Jungo. Yo'q, burada hozir emas, at so'zlaydi ekanmiz. Kechiringlar vatandoshlar, kechiringlar. Kirobning uchrashganligi nimani tushuntirib berdi? Bu savollarni sizlarga tashildik vatandoshlar, reallik. Sizlarga javob berdi, tasavvuringlar, sizlarga javob berdi.